Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga. Qashqadaryo viloyatida mansabdor shaxsning qilgan ishini ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yoz faol hayot va energiya fasli. Ammo prostatit va jinsiy zaiflik rejalaringizni buzishiga yo'l qo'ymang. Tez-tez hojatga chiqish, og'riq va noqulaylikdan charchadingizmi? Endi bularning bariga chek qo'yish vaqti keldi. Sizga Vulkan yordam beradi. Vulkan prostata faolligini normallashtiradi, yallig'lanishni davolaydi va erkaklik quvvatini qayta tiklaydi. Qish g'amini yozda ko'r deganidek xastalikni chorasini Vulkan bilan yenging. Vulkan bilan hayotingizga olovni qaytaring. 30% chegirmada. Hoziroq buyurtma qoldiring. Diqqat qiling, Qashqadaryo viloyatida suvdan noqonuniy foydalanganlik holati bo'yicha mas'ul shaxsning qilgan ishlarini ko'ring. Noqonuniy holat bo'yicha rasmiylashtirilgan dalolatnomalarni sudga chiqarmaslik va qayta hisob-kitob qilib, zararni yo'q qilib berish evaziga xodim 1,200,000 so'mni bank plastik kartasiga o'tkazgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga tushgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.